Yana shu telefon zeriktirib yubordi. Hech narsa qiziq emas. Hammasi bir xil. Bu nima? Nega yorishib ketdi? Yo'q. Bu rostdan ham bo'lyaptimi? Men qayerdaman? Bu joy juda boshqa. Bu Samarqandmi? Ishonmayapman. Choynak gapiryaptimi? Bu tushmi o'zi? Bu yer juda jonli ekan. Hammasi boshqacha. Bu juda zo'r. Odamlar, hidlar, hammasi tirik. Men nimanidir tushunayapman. Aslida men shuni sog'ingan ekanman. Bu shunchaki tasodif emas. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga haqiqiy Samarqandni ko'rsataman. Haqiqiy hayot shu yerda. Telefon ichida emas.